jannatga bir qadam. O'zining molidan mablag' hisobga yetsa zakot farz, ro'za ularga ham birdek farz, haj ham xuddi ana shunday. Bunyal islom alayhi hamsun mashhur hadisdagi hukmlar erkakka ham ayolga ham birdek farz. Ba'zi jihatlarda ayollar erkaklardan biroz nima bo'ladilar? Zaifalik tomonlari bor. Chunki odam alayhissalomni sababchi qilib Alloh taolo jannatni yaratib qo'ydi. Alloh onamizni ayoldan oldin Alloh taolo erkakni yaratganligi, jumla payg'ambarlarning erkak kishi ekanligi, nutfa erkakda ekanligi, nikohga qabul qilishlik huquqi erkakda, ayol vujudini bag'ishlashligi borasida, demak, zaifalik tomonlari bor, mavjud. Juma namozga shariatimizda ayollarga cheklov qo'yilgan. Ya'ni jumada hozir bo'lmaydilar ular. Jamoat namozlarida hozir bo'lmaydilar. Imom domla bo'lib minbarda turib imomatlik qilmaydi ayol kishi. Dinimiz bunga cheklov qo'ydi. Janozada cheklov, hayit namozida qabrni borib qazishlikni erkaklar zimmasiga yukladi. Nafaqai ahli ayolni erkak kishini zimmasiga yuklab qo'ydi. Mana dinimiz shu tomonlardan erkaklarni afzal tomonlari bor. Ayollarning biroz zaif tomonlari bor. Ayol kishi nozik xilqat, nafisligi, nazokati, ibosi, hayosi, hatto so'zlashligi ham erkaklardan farq qiladi. O'ziga jalb qiluvchi xilqat ayol kishi bo'ladi. Demak, bu holatlarni ham bir tafakkur qilsak, o'z-o'zidan tushunsak bo'ladiki, ayollarni hurmat qilishlik erkaklarning zimmasida ekanligi. Quyida yana shu mavzuda ma'ruzamizni davom ettiramiz. Inshaalloh davlatimiz rahbari tomonidan har yili ayollarga bo'lgan e'tibor to'g'risida mana Zulfiya mukofoti sovrindorlari e'lon qilishligi va ayollarga imkoniyatlarni yaratib berib, har yili 2000 ta shu qiynalgan oilaga, shu ularni qizlariga tanlab o'quvga, bilimga ehtiyojmand bo'ladigan bo'lsa, xohlagan sohasiga imtihonsiz kvota asosida, ko'ring, kvota asosida budjetga davlatning o'zi to'lab beradi, ya. O'sha mablag'ini. Har yili 2000 tadan qizlarni davlatimiz rahbarining o'zlari tashabbuslari bilan o'qishga qabul qilinyapti. Grantga yana bu ham bir imkoniyat. Bu ham ayollarga bo'lgan e'tibor. 7000 dan ortiq xotin qizlarimiz ana o'qishni bitirgan va o'qigan holatda jamiyatimizda xizmat qilishayotgan ekan. Bu ham ularga shunchalik berilgan imkoniyatlar. Biz qizlarimizga qanday imkoniyatlarni qilib berdik? Yaqin ona misol uchun onamizga bugungi kunda onamizni yaxshi ko'raman deymiz-ku, onamizni yotgan uyini bir obdan bir remontini qilib berdingmi? Yoki suyanib o'tiradigan yostiqchasini yangilab berdingmi? Bu tomonlariga ham e'tibor bizlarning zimmamizda. Ahli ayolimizga qanday sharoit qilib qo'ydik? Imkoniyatimiz bor, lekin haligacha idish-tovoqni ko'tarib ko'chada oqin ariqda muzdek suvlarda kirib pishgan idish-tovoq yuvgan kelinlarni ko'rib qolamiz. Imkoniyat bor-ku, qishli, sovuqli, qirovli kunlarda o'sha aristonigacha qo'yib qo'yib, issiq suv, sovuq suv, kuxnasigacha ta'minotini qilib qo'yishlik erkakning zimmasida bo'ladi. Sharoitni qilib qo'yaylik-da, ana undan keyin ayol kishini burchida to'g'risida gapirsak to'g'ri bo'ladi. Oysha Siddiqa onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni
zavjalari, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizlari musobaqa qilar ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Gapirsalar yaxshi gapirar ekanlar. Oysha Siddiq onamiz bir muncha yosh bo'lganlari uchun musobaqa qildilar. Keling Oysha bir yugurib ko'raylik. Qani kim o'zlarga debdilar. Shunda Oysha Siddiq onamiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuguribdilar. Musobaqa qilishibdilar. Oysha Siddiq onamiz o'tib ketgan ekanlar. Bir qancha vaqt o'tibdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Oysha Siddiq onamiz yana musobaqa qilishga chorlagan ekanlar. Qani yana bir chopib ko'raylikchi bir necha yildan keyin. Ungacha aytayaptilar, bu rivoyat Oysha Siddiq onamizdan qolgan rivoyat. Oysha Siddiq onamiz juda ko'p mashhur sahih hadislarni o'zlari vorid qilganlar. Sunnatlarni bir qanchalarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan biz ummatlarga yetib kelishligi sababchi bo'lgan zot Oysha Siddiq onamiz bo'ladilar. Yana bir musobaqalashganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tib ketgan ekanlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Oysha Siddiq onamizga qarab, oldingi safar qolib ketgan edim. Bu safar o'zib ketdim. Ayolimdan yugurishda qolib ketdim deb harakat qildim, yoshim kattaroq bo'lsa ham. Bu safar o'tib ketdim. Desalar, "Ya Rasululloh o'tib ketdingiz. Haqiqatdan o'tib ketdingiz." Desalar, oldingi safariga bilan bir bo'ldi-da degan ekanlar. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun yutkizdirib qo'ysak, ochkoni to'g'rilab qo'ysak, shunaqa hazillardan ham quturishimiz kerak ekan. Hazil mutoyiba qilib gapirar ekanlar, ko'proq. Oysha Siddiqa onamiz erkak bo'lganlar bilasiz. Ilmning cheksiz ummoni bo'lganlar. 1.200.000 dan ortiq sunnatlar bor ekan. 1.200.000 dan ortiq. Shuni nechtasini qilyapmiz? Nechtasini amalga oshiryapmiz? Ayollarga ko'makchi bo'lishligi ham sunnat Rasululloh. Ayollarning og'ir yumushlarida dinimiz yuklamaydi, erkakka yuklaydi. Nafaqani. Erkakning zimmasida bu nafaqa. Ey Allohning Rasuli, ayollarda qanday haqqimiz bor debdilar ashabi kiromlar. Ayollarga yaxshi xulqli bo'linglar degan ekanlar. Ya'ni shirin so'z bo'linglar. O'tgan juma aytdimmi, sizlar gapiraylik. Erkaklar ketadi, endi uramiz yana biz. Siz deb gapiraylik ekan. Ya xulqimiz ham go'zal bo'lsin ekan. Xulqimizni qo'pol qilib olamiz. So'zimizni qo'pol qilib olamiz. Har ishda ko'makchi bo'lishimiz kerak ekan. Igna ushlashni biz ham bilishligimiz ham sunnat ekan. Bu choponlarida 40 ta yamoq bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari choponlarini yamog'ini tikar ekanlar. Yirtig'ini tikmaymiz. Yirtiq tikib yurishlik ham sunnat. Yamoq kiyishlik ham sunnat. Qaysi zamonda yashayapmiz deymiz. Tark qilib yuryapmiz-da bu sunnatlarni. Ayollarga qo'pol muomalada bo'lib ketib qolyapmiz. Gohida echkilarni ham soqqan ekanlar. Sigir soqqani borganda ayolimizga hech yo'q ortidan borib o'sha molimizni teklarini tozalab berishlik, yem hashagida yordam berishlik bu ham sunnat azizlar. O'zlari gohida sog'ar ekanlar echkilarni. Non qilganda o'tni yoqib berishlik, ha nima bugun osh qilasizmi, so'zini o'zim qirqib beray. Ana shu ishlarda biz yordam bersak, sunnatga amal qilyapmiz. Allohning Rasulining ko'rsatmasini qilyapmiz.
shirin so'zli bo'lishligimiz, doim xulqimizni go'zal qilishligimiz. Ey Allohning rasuli, yana bir qanday haqlarimiz bor deganlarida yeganingda debdilar, yetirishliklaringiz debdilar. Kim yesa yetirishlik erkakning vazifasi ekan. Choyxonaga chiqib olamiz. Hozirgi kunda yoshlar jamoasi ko'proq. Oilada qotgan nondir, boshqadir ta'minotsiz o'shanaqangi qo'y go'shida ayolga yedirib qo'ying. Yarim kechasi keladi, yo'qdan o'zi taqib olib, qo'y go'shni yeb olib. Ayolga ham yedirishni vazifamiz. Janjal zo'r keyin boshlanadi-da. Oilada kelishmovchiliklar. Qayerda yuradi? Yarim kechasi keladi, uxlatmay, voy unda, voy bunda. Yedirganimizda yedirishligimiz qisqasi. Yo'q, o'tmay qo'ydik, hamma tushundi o'zi. Shunday. Kiyganimizda kiydirishligimiz Alloh taoloning rasulining so'zlari bu. Yedirganlaringda yedirasizlar, kiygizdirganlaringda kiygizdirasizlar. Sharbatlar zo'rni ichganimizda ularga ham ichkizdirishimiz kerak. Urmaysizlar debdilar. Urushdan dinimiz qaytargan. Xotinni urib, voy qaysi birlarini aytamiz. Rahmingizni keltiraveradigan darajada yoshgina bu qizni 3 ta farzandi, 4 tadan farzandi, 2 tadir oilaviy mojarolarda yana ajrashishga ketyapti, ariza beryapti. Aliment bermayman bolalarimga deb turgan yoshlarni qarang. Bu ayolim telefonda kim bilan gaplashib qo'yibdi, bo'ldi bunga taloq qo'yibdi. Voy. Bu yoshlarchi, bu go'daklarchi ular. Bu go'daklar yana otasi, onasi bu yoqda turib olib, o'zi qo'pollik qilgani yetmasdan qaynayam, qaynatayam kelinga ishib yurgani, mayli u yoqda tursin, uni haqorat qilib, senlar baribir bizdan pastsan, usan, busan degan qandaydir haqoratomuz gaplarni gapirgan yetmagandek, eri ham yana bundan bettar qilib, onamni nima deyapsan, otamni nima deyapsan deb kaltaklayotganlari bor. Shu vaqtgacha qayoqda turuvdi bu erkak? Endi taloq qo'yadigan bo'lib qopti. Endi farzandlarni yetim qiladigan bo'lib qopti. Bu nikohni Allohning rizochiligi uchun qurilgan. Ota-onani so'ziga qarab turib, ota-onaning so'ziga qarab bergan oq sutimga rozi emasman. Bergan oq sutimga rozi emasman. Xotiningni taloq qo'ymasang deganlar bor. Mayli, rozi bo'lmasa rozi bo'lmay qo'yaversin. Xudoning rozichiligi turadi bu yerda. Ertaga shu go'daklar, nabiralar aytmaydimi? Bizni yetim bo'lishligimizga shu buvamiz, shu opoqimiz sababchi. Ota-onamiz ajratib o'rmaganida biz yetim bo'lib ko'chalarda yurmas edik demaydimi? Tirik yetim qolishlikdan qo'rqish kerak. Ularga yaxshi munosabatda bo'lib, yanamish kelinni ishlab kelgan har bir kunlik summasini qaynota, qaynona olib ololmish. Er bu yoqda safarga ketgan. Ayollarni bunaqa qilib xo'rlashlikda bu dinimiz qoralaydi. Ularga yashang qizim, o'sha qaynota, yashang qizim deb qo'ying, olam guliston. Eri endi ota-onam gapirishdida, endi o'zing ularni ham tushunganda yoshlar ulug' bo'lib qoldi deb ovutish kerak. Yaxshi gapirish kerak-da, xullas kalom. Urmaysan debdilar. Haqoratlamaysan debdilar. Erkak kishi bir xonadonda yotib, ayol bilan joyini o'zgartirib yuborishligi joiz emas ekan, aytib o'tardik. Hatto yoshi ulug' bo'lib qolgan bo'lsa ham joylaringizni o'zgartirmanglar. Ota bilan onaning uyi alohida bo'ladi.
Bu yoqda nabiralaring bilan bor, yotor kelinlaring bilan mehmonxonaga chiqib olib yotishlik bo'lmaydi. Yolg'iz yotishga dinimiz ruxsat bermaydi. Har vaqtiki erkakdir ayol juft halolmi? Birga yotishligi kerak. Hatto joyini bir qilib yotishligi kerak. Yonida uyqusida joni chiqib ketsa, qo'li bu yoqqa tushganida uyg'onib to'rlab qo'ysin erini. Ana uyquda ham kelib qolishligi bor, haqiqat bu. Bu nafas. Bitta oshiqcha nafas ola olmaymiz. Qachon, qayerda, qaysi holatda ketishligimizni ham bilmaymiz. Shuni ham ixtiyorini qilganda, yangi uylangan yigitdek chol bo'lsa ham birga yotish kerak. Yana har kunini. Endi yoshlik o'tdi-da, ketdi-da endi. Siz hayotsiz u. Ayolga shu yosharib qoldik degan narsani erkak kishi zaifligini hech ham bildirmasin, zaifligini. Qaddi qomatni tiklab, yangi liboslarni kiyib, havas qilib, nuroniy bo'lib yurishadi mana otalarimiz. Ana shu holatda yurish kerak. Ayol ham o'sha sepadigan, kiyadigan liboslarini eri uchun ziynatlanishligi zarur. Ko'chaga chiqib ketayotganda boshqa kiyimlar yaltir-yultir, aslida erkak uchun edi. Olib borayotganda aytishimiz kerak-da. Mana bu ertaga 8-mart mana ko'ylakni, mana ro'molni, mana mushkambarni olib beraman. Mana surmani ham olib beray, xo'p. Uyda shunaqangi bo'lib yuring. Deyishimiz kerak. Uyga kirsa erkak kishi erkakka e'tibor bo'lsa, shirin so'z gapirmasa, charchab kelgan. Ayol ham tili bilan, erkak endi oshqozoni bilan deydi. Xo'p, qorni och bo'lsa, oshqozoni. Ikkilovlariga ham shirin so'zlar gapirishlik zarur. Bir-birlarimizga doim halim bo'lib yashamoqligimiz zarur bo'ladi. Nafaqasiz qoldirishlik Alloh taoloning farzi bo'lgan va bima anfaqu oyatiga zid bo'lar ekan. Erkaklarni afzal tomoni nafaqani doim qilib turishligi ayolning tepasida. Nafaqa bermayotgan erkaklar javob beradilar. Qaysi nafaqa u? Ayoliga beradigan nafaqa. Nafaqaga ahli ayol otani zimmasiga yuklanadi. Qizlarini mana shu yeyishlik, ichmoqligi, kiyishmoqligi hammasi nafaqasi. Agar ota o'tib ketgan bo'lsa, akasiga, ukasiga, ular ham yo'q bo'lsa, amakisi, tog'asiga yuklatiladi, yaqinlariga yuklatiladi. Volisi bo'ladi ayol kishilar. Yerga tegadigan bo'lsa, bular hammasi bu yoqda qoldi-da, mustasno bo'ldi-da. Ta'minot, nafaqa erning zimmasida bo'ladi. Bor otangga to'y qilyapmiz. O'shanda o'sib keladimikan demasin. To'y qilyapmiz. Borchi otangdan so'rachi. Nima qilib to'y qilsangiz? Farzandingizga qilasiz, o'zingiz qilasiz. Qodir bo'lsangiz qilasiz. To'yni ham yuklab oladi. Qizini olib yurgani yetmagandek, endi yana otaga soliq so'raydiganlar bor, qaynataga soliq so'raydiganlar bor. Unday bo'lmaydi. Erkakning o'zi ta'minotini qilishligi zarur. Yana bu xotini kasal bo'lib qolsa, bu qaynaysi mayli endi xotin kishi gapirdi-da, qo'ydi-da desa, qaynati ham qo'shilib o'g'liga bor. Bizga bu kasal kelin kerak emas. Bolalaringni o'zimiz qaraveramiz, bar xotiningni olib borib ota-onasiga tashlab qo'y, bir ko'y davolanib kelsin. Manetga quloq soling. Siz mashinani oldingiz. Mashinani 1 yil yo 2 yil bosib mindingiz. Endi u ham sekin mashinadek narsa baloni ketadi, uni motori ketadi. Endi bir ishdan chiqadigan bo'lsa, olgan odamingizga borib, mana mashinani tuzatib bering deysiz. Ana-da. Ana shunday farazan qilaveraylik. Nima olgan bo'lsa ham.
foydalanyapmizmi, o'zimiz sarfini qilamiz. Mana bu ta'minotlar ham erkaklarni zimmasida ekan. Tezisdagi matnlarning asosiy qismlari mana shulardan iborat azizlarimiz. Endi ko'p holatlarda yaxshi gaplar bo'lyapti. Erkak kishi ayol o'tib qoladi. Ko'p ayollarimiz ham yoshi katta bo'lgan bilan turmushga chiqqisi bor, farzandlardan hijolat bo'lish. Shuni to'ppa-to'g'ri dinimiz ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, hayo dini. Hayo juda ham ustun. Mana kimlardir er o'tib qoladi. Bu xotin yosh qolib ketdi, ikkitadir, uchtadir bola bilan. O'tib ketdi. Endi buni hech qachon erga bermaymiz deyishlikka haqqimiz yo'q. Farzandi bo'lsa ham. Farzandini uylab bo'lgan bo'lsa ham, o yosh katta bo'lib qolgan bo'lsa ham, erning xizmatida turishligi zarur. Agar erini nikohga o'tadigan bo'lsa, shayton u ayolga nima bo'ladi? Bosh bo'lolmay qoladi. Shayton vasvas qilolmay qoladi. Aytolmaydi-da ayol kishi, erga tegaman deyolmaydi-da. Ukalarda mana bu ta'minotda turgan odamlarning vazifasi bo'ladiki, tengi chiqsa uni ham uzatishligi. Erkaklarga ham shu masala. To'g'ri ekan. Erkaklarga ham yolg'iz yurishlikka ruxsat bermaydi dinimiz. Farzandlarning ta'minoti o'sha yaqinlarni zimmasida. Bu ba'zi ayollar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatda mendan keyin jannatning eshigini shunda zulfini ushlaydigan ayol bor. Bu kim desa, eridan bir nechta farzandlar qoldi. Shularni uylab joylayin deb nafsini tegib boshqa erkakka tegmay farzandim deb yashagan ayollar degan ekanlar. Beva ayol. Yordam so'rash juda ko'payib ketdi, ko'ryapsiz. Yordam so'raymiz deydi, ha nimaga ekan? Bu yetimlari bor ekan, eri o'lib qolgan ekan. Xo'p, eri tirikmi? Ha, eri unaqangi bo'lib ketgan ekan, ichkilik ichadigan bo'lib ketgan ekan. Voy, shunaqangi bo'lib ketgan bo'lsa, ajrashgan bo'lsa, taloq qo'ygan bo'lsa, suddan ajragan bo'lsa, erga tegsin endi. Ana yechi. Qanchalar ayoli o'tib qolgan xotin oqtarib yuribdi-yu mana. Buni ham shu qishloqda, mahallada o'zimiz ko'rib, bilib turganlarimizni bunday oqtarib xotin yo'llarini ikkinchi ro'zg'or bilan uylab qo'yishlik bu ham bir dinimizni ko'rsatmalari bo'ladi azizlar. Xullas kalom be'tibor qolmaylik ekanda. Qaysiki joyda, mahalladadir, xonadondadir beva bo'ladigan bo'lsa, ortidan fitna quvib yurar ekan. Ishga ham chiqolmaydi. Beva ayollar to'g'risida ham bir qancha masalalar bor. Xo'p. Hojdomla? Xo'p, so'zlaringiz bormi? Jannatga bir qadam.